Smart Market kanali obunachilar, bugun Honor Magic 8 Pro ni Xitoy emas, globalniy versiyasini eSIM поддерживать qiladi. Google servislari bor. O'sha narsasini ko'rsatib, obzor qilib beraman. Chunki YouTube'da buni hali O'zbekistonda o'zimiz ham buni hozir bu smartfonni ochib, obzor qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin qora rangda dizayn. Orqasi mat qirilishi oldini oladi, chizilmaydi. Kamerasi juda ham kuchli. Google'da buni video obzorlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, telefonni ichidagi komplektatsiyasini ko'ramiz hozir. Telefon komplektatsiyasida nimalar bor ekan? Mana yozuvlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi angliyskiy. Globalniy versiya. Komplektatsiyasida bularni qo'yib ko'ramiz. Chexol, keyin zaryadka. 100 wattli zaryadka ekan. Переходник bilan o'zimizning uydagi O'zbekiston o'sha xonadondagi rozetkalarga переходник orqali ulaysiz. Xo'p. Shnur. Mana bu joyda e'tibor beramiz yozuvlariga. Hamma narsa angliyskiy. Bunnikiga 512 bo'ladi. Endi telefonni o'ziga kelamiz. Yonishini ko'rishingiz mumkin. Mana til, mana hamma tillar bor. Xitoy versiyada ham hamma tillari bo'ladi, o'zbek tili ham bo'ladi. Globalniyda tak mana Rossiya region, O'zbekiston region tanlaymiz. Xo'p, litsenziya. Xitoy versiyada ko'p joyda Xitoy so'zlari chiqadi. Bundan u narsa chiqmaydi. Sim kartasiz пропустить. Защита servis Google сразу chiqyapti, ko'rdingizmi? Ko'rishni qilamiz. Knopka I mana. Xitoy versiyada knopka I xitoycha bo'lib turadi. Обычный ekranni tanlaymiz. Mumkin. Встроенный Play Market bor, встроенный YouTube bor. Eng mana boshlanishi. Mana o'rtada Xitoy versiyada bosib tursangiz, mana уже ruscha hamma narsa ruscha qo'shsangiz bo'ladi. Google servis qo'shsangiz bo'ladi. Google poiskoviy sistema qo'shsangiz bo'ladi. Искусственный intellektlar mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi mana Google уже. Mana men bu yerda hamma ko'pchilik so'raydigan narsasi переводchiga ham bor. Joyida перевод qilib beradi. Xitoycha so'zlarni, liboy yokida bir angliyskiy bu narsalarni joyida ekrandagi narsani перевод qilib beradi. Ko'pchilikka mana shu narsa kerak. Xo'p, yana nima? O'zgarishlar. Yon knopkani bosamiz. Gemini. Ularda yo-yo bo'ladi Xitoy versiyada. O'zini Xitoydagi poisk sistemasi bo'ladi. Bizda eng kerakli o'sha Gemini yokida bunga Google qo'shsangiz bo'ladi. Akkauntlarni terib. Обновление keldi уже. Hozircha обновление qilmay turamiz. Настройки. Ko'rishingiz mumkin. Honor I mana искусственный интеллект. Mana hamma narsasi ruscha. Ko'rishingiz mumkin. Knopka I. Yaqinlashtirsa ham, uzoqlashtirsa ham bo'lar ekan. Mana shunaqa narsalari ham bor ekan. Kameraga kiramiz. Hamma narsasi. Kamerasi juda ham chiroyli, качественный. Bizda ham ko'rishingiz mumkin. Rasmni yaqinlashtirsangiz ham bo'ladi, ko'rdingizmi?
Вспомогательный knopkasi bor, shunisi bilan yaqinlashtirishi. Bunda yaqinlashtirishi 100 gacha ekan. Videoga o'tkazadigan bo'lsangiz 4K ga 120 ham ko'taradi. 4K ga 120 ko'taradi. Kamera ulучшение bor ancha. Hammaga kerakli narsa mana shu Honor искусственный intellekt mana shu narsasini hamma xohlaganda ruscha bo'lishini, chunki Xitoy versiyada xitoycha bo'lib turadi bu. Перевод, vuzovlar hammasi mana kerakli funksiya bular hammasi, umumniy управление hamma narsasi kerakli o'qib chiqsa, hammasi kerakli narsalar. Google встроенный bor. Hamma narsasi ruscha. Yandex hammasi mana ko'rishingiz mumkin ruscha bu yerda. Xitoy versiyada xitoycha bo'lib turadi. Hamma narsasi ruscha. Xo'p. Keyin temani hozir ko'rsatamiz. Temaga kiraylik. Mana tema. Xitoy versiyada xitoycha bo'lib turadi tema. Bunda hammasi ruscha. Telefon qiladigan joyi ko'pchilik shu qiziqqan joyi, telefon qiladigan joyi qanaqa bo'ladi? Zapis zvanoklari bormi? Ha, unda zapis zvanok bor, chunki Google bilan ishlamas ekan. Telefon zvanilka Google'niki emas ekan. Faqat o'zinikini qoldiribdi. Yaxshi, bu yaxshi natija. Zapis qilganingizda sotib qo'ymaydi. Bilsangiz, ruschalab начинается запись звонок deb aytadi. O'sha narsasi yo'q. Bemalol shu zapis kerak bildirmasdan zapis qiladi. Galereyaga kirishingiz mumkin. Bu galereya. Xo'p. Dizayn bir xil. Chemi ekan. O'sha Honor mobilniy устройство yoki da kompyuterlarga bemalol подключить. Специальные возможности hammasi ruscha. Klaviatura ham встроенный ko'rdingiz. Uстановка qilingan Google klaviaturasi. Hamma tillarni qo'shsangiz bo'ladi. Mana ruscha. Afzalligi ko'p. Globalniy versiya. Hammaga rahmat. Obzorni ko'rsatdim. Keyingi obzorda Ice oldi. Hozirda Honor'ni ko'rganlar uchun rahmat. Shuni birinchilardan globalniy versiyasini obzor qilib ko'rsatib berdim. To'liq qilib YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Smart Market kanalida bor. Telegram, Instagramga ham qo'yib hamma joyga ko'rsatib beraman. Hammaga rahmat.